Hurmatli avtosanoat kuzatuvchilari, mana hozir biz Parkent shahridamiz. Mana Kirill aka hurmatli mijozimiz oldilariga keldi. Kirill aka mana har doim bizdan narsa olib turadilar. O'sha telefondami, dastavkami, prouchling olganlar, podyomning olganlar. Mana yaqinda vibrasent oldilar. Mana shu fikrlarni bilmoqchimizda, men Kirill akani qanaqa ishlayapti narsalarimiz. Nima desangiz, biz uchun juda ham muhimdir o'sha mijoz fikri. Doniyor aka siz bilan anchadan beri ishlaymiz. Ancha yil bo'ldi ishlayotganmiz. Постоянный podyomnik olganmiz. Buni yuzaktor apparat olganman. Nima olsak ham garantiya beradilar, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beradilar. Shuning uchun постоянный nima uskuna kerak bo'lsa, Doniyor akaga telefon qilamiz. Shu vaqtimiz bo'lmasa, dastavka qilib beradilar. Yoki o'zimiz borib, yo'q bo'lganlar ham o'sha 1-2 kunda olib kelib yetkazib beradilar kerak narsani. Shuning uchun bemalol murojaat qilishni maslahat beraman. Ancha sifatli narsalari bor. Akalar, bu Parkent rayoni uchun yangilik bo'ldi, vibrasent. Agarda mashinanglarda, xadovoyda muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Mana Kirill akaning oldiga kelasizlar. Vibrasent ustiga chiqaradi mashinani. Birdaniga bilib turib, kasalini bilib, tuzatib, davollik etasizlar.